Acha, bu yerda nima qilyapsan? Yig'ladingmi? Yo'q, men sarang bo'lsam bekorni yig'lamdiman. Yolg'andek ko'rinib qoptiman. Nima bo'ldi sana? Hech sirtqa chiqmaysan. Qahvaxonada odam bek ko'p. To'lmini verib putlarim ishib ketdi. Yerib qoptiman. Yelizacham kelgandan beri shundaq. Hammanglar shundaq bo'lib qopsizlar. Uydimi hech kim yo'qdek, shundaq jimjit. Yura, sen berib onun bilan gaplashib baqqin. Ko'ngli yerimdek qiladi, yana chiqib ketmasin. Ma'qul qozam, sen chiqib tur. Men keyningdan chiqaman. Ma'qul. Sana nima bo'ldi? Kela. Nimaga shuncha parishon bo'lib qolding? So'zlashgan bormi? Acha, mening gunohim xato odamlarga ishonish. Men xato qildim. Buning uchun qo'limdan kelganini qilaman. Ammo mendan 100 euro mangla. Bu ahmoq. Bu qanday gap? Kim seningdan 100 eurogidek? Biz faqat birga bo'lsak kuchli bo'lamiz. Buni hargiz unutma. Lekin endi o'zing uchun ham biz uchun bir ish qilishni ilgari yaxshiroq o'ylanib baqqan. Biz nihoyat og'ir kunlarni o'tkazyapmiz. Xayrli kech qizlar. Xush kelding Acha. Qo'zg'ong oshmi? Yo'q, osh emas, serib ketdim, hozir yotaman. Xayrli kech. Armi, onun degini məşq emasken. Mən rastada ko'nglini izhor qildi, qo'rqib ketdim. Qandoq kelganini bilmayman. Men sana nima degan? Bu odam o'tganlarning hisobini olibdi. Sana xabar bermasdilar. Sen endi qanday qilay deyapsan? Menmi bilmadim Armi. Putqodim yerga tegmayli qoldi. Mushi qolgan endi. Of. Mavladan ağaç o'ltiringlar, qo'riq o'ltamay. Hey, hammadan sening shu hayron qoldirishlaringni seg'inman badam hamma. U yerda bizning ishtihoyimizmi yaxshi bo'lmaydi. Bundoq dema. Ish qilib ko'nglimni yerim. Bu yoz ajabni tez o'tib ketdi. Texi tunugin kelgandek qilgan. Bilasan-ku, bu qatim xili ko'p turdim. Narsa keraklaringni, kiyimlaringni yuyib ratlab karavotning ustiga qo'yib qo'ydim. Bo'ldilar, gap qilishni tez kelyotdi. Rahmat badam hamma, qo'lingga detmamsan. Men sana doim telefon qilib turaman. Ha, telefon qilamiz. Kelar qatin kelasan o'g'lim, shundaqmi? Bilmayman badam hamma. Balkim yozda kelaman. Ammo bu yerga yana kelishni o'ylashmadim. Mening gapimni anglamading. Qechib ketding. Men gapini anglamag'idek odammi? Sen qanday bo'lib ketding? Holini so'rabmi qo'ymabdiman. Bo'ldilar, mening ishim cho'ng ish emas. Ishikni taqoylab nima pichir bu? Yana arg'almayapsizlar-ku. Bu qizlar yig'inimi yoki muhim ishlar yig'inimi? Elif! Shinosh! Nima ovoz bu? Shinosh! Nima bu baqirgan? Nega qochding? Acha, sas chaqiraylik. Shinosh deyman. Gapimni cho'qim anglashing kerak. Ketgandi. Nima ish bo'lgandi? Elif! Elifni chaqiryapman-da. Bu yoqqa chiq. Shinoch! Shinosh! Qaranglar bo'lmasin. Bo'ldi, qani qo'ydingsa, achaq chiqib Gapimni anglash kerak. Gapimni anglash kerak. Bo'ldi, qilsarang. Meni qo'yib yutinglar. Bo'ldi, men ayt ishqi bor, men shuncha so'zlashaylik. Ma'qulda. U mening gapimni anglash kerak. Tez yo'qarmi? Nima ish oldi? Aralashmanglar. Elifga nima bo'ldi? Yo'q, bo'ldi. Sen kim? Oldi qal og'ina. Bu yerdan ketgan. Kim bu? Elifning boshlig'i. U mening gapimni anglaydi. Sen nega Jidal chiqama. Ali unda qilma.
Karın bu musun? Oldu kıl, ket davul. Elif! Bo'ldi, qilinglar. Qo'y Gep anla, neymişki anlamaysan? Menin gepimni anlasan bulmandı. Cemil! Neymişki anlamaysan Elif? Menin gepim... Ali, qilma. Ali, unda qilmoqchi bo'lma. Ağinle, kayırlı. Buldu kıyma. Ali! Kısam anlamaysan o. Bırak ya. Senin karın buldu kız. Nere dur? Buldu. Buldu kız. Nere dur? Seni yana bu yana körüp kalsam parçalarını sundurup bitme. To'xtab dur. Elif, qandaqroq? Sen nima qilyapsan, Ali? Hammani o'zim qilatdim. Hamma ishni biraqli yo'qqa chiqardim. Ali! Qizlar, bir narsa bo'lmagan-sizlar. Biz yaxshi bodam hamma o'zimiz hal qilamiz. Sen Aliga qara. Ali akam ajab urdi. Bak yaxshi qildi. Buningdan keyin u bu yerga yaqin yo'lamaydi. Ish qilib yaxshi bo'ldi. To'la jo'lim salmachu. Hozir chatoq bo'g'ini Jamini urgan ish. Kirib ketinglar. Sen onu Temoçin deb urdingmi? O'z onun ochig'ini kimdan chiqaryapsan? Sara. O Elifning atrofida cho'g'lab yuradigan bir sikat. Endi aniq bo'ldi. Bu qizni zo'rlashga bo'lmaydi. Bu yerda katta Ali. Ben yatay tağa, xayrli kesh. Yandiki varangchiroq nima gaplar ekan? Muhim emas tağa. Biri jo'ylagan edi. Ali adivini berdi. Muhim emasmi? Saviysiz, munosabatsiz ishlar bular. Bu muhitda qanday yashaydi afsus. Ketishga nima degan to'g'ri qaror berdan qara. Bu yer sen yashaydigan yer emas. Chiqib ketdim tağa. Yaxshi orom ol. Armiya ahvolini bilmaysan. Hozir ishsiz qolsam bo'lmaydi. Da'vo nerda qoldi bilarsan. Hammamning qo'lidagi dalillar yetkichi bor. Ali ishimizni texmi taslashtiribdi. Tasimi bir. Alini bir nima demagin. Bo'ldi, obdan bo'ldi. Qo'liga dattamsin uning. Sen xolmog'ing bilan u mushaga kelib sarangda qilib qilsa, biz qanday qilatdik? Allah Allah. Of. Men nim bilay. Nim qilishimni bilamadim. Men Aliga xafa bo'lmadim. Jamining muomalasini deyman. Mushundaq ishlar bo'lishini bilmaganga o'zimga xafa bo'lyapman. Dadimni Alidan ilyapman desa, bu ishni hal qilmoq tez o'xshaydi. Uning qilgani odatiy kishi emas. Bu degan bir kasallik. Buni hech kim bilmagan. O'zingni ayblama. U so'rabdi. Sen yoqtabsan. Yana nima gap bu? Odamdek holi bo'lsa, ketishni biladi o'z sarang. Utqu at ketamdikan. Ha. Balkim u seni xafa qilish uchun o'yin o'ynayotgandi. Yanala so'zlashdan yaxshi bo'ladi. Qizlar bilanmi? U xuyini tashlamaydi Elif. Bo'ldila. Boldiroq ketib yo'qolsin-chi, jinimga hajabmi patdi u. Telefonda so'zlashayotganmidim. Sayrg'anini anglamabdiman. Yaxshidir, kim telefon qilibdi? Bundoq chog'da kimdan telefon keladi? Xabarlar kelibdi, shularni o'qidim jinim. Televizor oldida uning nima hojati bilmadim. Hamma ishni so'rama, Shavkiya. Bo'ldi qil. Qiz nima ish qilyotdi? Uxlayotdi. Ati darsdan keyin kinoxonaga boraylik. O yaxshi uchur emasmikan? Achchig'im keldi-ku. Yo'q, sinfdagi bola uchur ezibdi, boshqa ish yo'q. Ali, qandaqroq o'g'lim? Ha? Bu nima o'g'lim? Yaxshidir. Uyga ketaymikin deyman. Qarab turib bu gap nereden chiqdi o'g'lim?
Hammanglar biroqla nega ketisizlar amdi? Bu yerdan bir mezgil ayrılay. O'qishga boshlaganga oz qolgan-ku, uni qanday qilasan? Bilmayman. Balkim to'liqlaman. Kallamni sagitib kelay. Bo'ladigan ishmi? Sizlarninkilar bilsa nima deydi? Men ham qizlar yolg'iz qanday qilamiz? Buni o'ylab baqdingmi? O qizlarning menga hojati tushmaydi hamma. Senmi bilasan? Uning usti opamni ko'rib kelsam yaxshi bo'larmikan? Ularni cho'qim ko'ndiralayman. Amsa ulusi bekchi. Sen uning qishda ishlashni o'yin ko'ryotamsan. Boshda berib so'rab baq ruxsat beramdikin. Chiqib, uning bilan so'zlashib kiray. Gap bormi? Avar qildim, meni kechirib eting. Muhim gap o'xshamamdi. Degin haqini. Ulus bey, men endi qishingizda ishlaymayman. Demoqchimanki, bu yilgi ishimni ishlab bo'ldim. Nima uchun? Men bu yerdan bir mezgil ayrıladigan bo'ldim. Chunki butun yoz ishladim. Uyimdagilarni ko'ramadim. Yana boshqa ozroq ishlarim bor. Mening bu yerda turg'im yo'q. Sen bunda qilsan qurilishning davosini kim qiladi? Ha? Tuyuqsiz bunda xizmatni tashlab bo'ldi ketaman deydigan ish nima bor ekan? O'zing bilgin Ali. Har kimning hayoti aniq bir xilda bo'lmaydi. Agar mushunda qilsam to'g'ri bo'ladi deb o'ylagan bo'lsam, men buningga bir nima deyolmayman. Bu odamning o'ylaganlari qanday bo'ldi? Bu yerda o'ylagan. Rahmat Ulus bey. Men ati ishxonaga berib narsalarimni yig'ishtirib o'tkazib etib kechdim mengaman. Yeliz kim tursanchi, yemi sanchirib ketadi. Mana oxirgi bir siqacha. Bu yil yana mush yopkini kiyamdim. Opamni burun bir qitim yamg'an. Endi sen qilyapsan. Qarg'ina tikishlarimi ko'rinadi ekan. Maktabda pek nomus qilaman. Yengsin og'dek pulimiz bormi Yeliz jinim? Nima u nomus qilaman degan gap? Agar buni zahna qiladigan do'stlar bo'lsa, ular o'zini bilmaydi ekan. Ular bilan ortiq gaplashma. Acha. Bir amal qilib yengin olamamdoq. Qarab baq jinim. Qo'limdan kelganini qilaman. Ammo va'da beramayman. Birgi, sen nima ish qilyapsan singlim? Hech ish qilmadim. Oyoqim ajrab ketibdi. Chaplayapman shu. Bunda qilsak bo'lmaydi. Sana oyoq qasaq bo'g'idek. Maktab oila yordami bog'i, shularga desak bo'ladi-ku. Yo'q bo'ldi. Olmayman. Zo'rlamag'in acha. Nima ishqa? Nima ishqa bo'lmag'idek qo'zam. Hozir shunday narsalarga muhtojmiz. U maktabdagi oila yordamida nimani ba'zi butun sinfdagi bolalarning ko'z oldida hamma odamga ko'z tutib turib beradi. Belgimi shuni xohlamaydi. Bo'ldi, boshqa bir ish yo'q. Nashta qilay, kechikib qolaman. Jinim bolam, sana ko'nib qopti ekan. Men sana beklik ko'nib qolgan edim. Tatliq bolam. Xo'shlashadigan vaqt bo'ldi. Vaqti bo'ldi tag'a. Endi mendan qutulasan. Qara buni gapini. Sana ko'p rahmat tag'a. Seni sevinaman. Ish qilib kammasga ketmaysan-ku. Shundaq, albatta. O'zingni asra o'g'lim. Senmi shu tag'a? Shopir keldi.
Bo'ldi, buni men ko'taray. Sen xo'shlashib olgin. Acha, havo texi issiq bo'lmoq keyin sen isib ketmamsan. Yo'q, mushu yaxshi. Bugun maktabdan kechroq kelaman. Xabaringlar bo'lsin. Nimishqa? Arzon daftar borkan degandim-ku. Bir yerda texmi arzini borkan. U odam bugun keladi degan tez shuni so'rab boqay. Bo'ladi, ammo kech qolmag'in. Armiya acham yemam degan. Utqu bilan uchrashqusi yo'q qo'zam. Ketmagan bo'lsa-chi. Xayrlik sahar qizlar. Ha, xayrli sahar. Shuncha tezlik ketadigan bo'ldingmi? Ha. O'zinglarni asranglar. Eliq narsani sen qo'yib qo'yishini xohlamsan. Yo'q, o senda qolsin. Ta'tilda kelsang yana taqaysan. Ta'til emas, yil degan. Sening yozmalaringni ko'rsamkan deyman. Menga ilqat evatsan, shundaqmi? Avatdiman. Sana ko'nib qoptikanmiz. Seni sevg'inimiz. Men muslarni sevg'inaman. Keyin ko'rishamiz. Albatta. Xo'shamsa Elif. Xo'sh, oq yo'l bo'lsin. Armi yo'qmi? Texi uyg'onmadi. Bo'ladi. Salom aytib qo'yinglar. O'zinglarni asranglar. Sen o'zingni asra. Sen o'zingni asra. Oq yo'l bo'lsin. Bak tez bo'ldi ya, bodam amma. Keljimi o'g'lim? Bo'ldi, endi yig'lama. Bo'ldilar. Endi xo'shlashib va mayli. Bo'lmasa ketamay qolaman. Xo'shamsa. Xayr, xo'sh. Amisi xo'sh bola. Xo'shlash qilib chiqmadi. Allah yordam qilsin Ulusi bey. Amin. Allah yordam qilsin qizim. Men mangay acha. Ma'qul. Men mangmoqchidim. Belli mangayli. Allah yo'linglarni ochiq qilsin qizim. Xo'sh, xo'sh. Mengla. Elif, sana deydigan gapim bor qizim. Nima bo'ldi? Ali yurtga qaytishni qaror qilibdi. Nima? Nima yurtga? Bu gap nereden chiqdi? Sizlarga ovorchilik topdim deb o'ziga xafa bo'lyotdi. Bu yerda qolsa o'zini boshqarmay qilishidan ansirab qolgan ekan. Maktabchi. Oxirgi yilg'u to'liqlayman deydi. Nima qilishimni, nima deyishimni bilmadim. Muzchilar ruxsat bermaydi deb xotirjamdim, ammo uni beribdi. Hammasi mening kasobatim. Uni behli azopladim. Kechirgin bodam hamma. Endi sen meni azoblama. Bu gapni seni ayiblayman deb demayapman, deb qo'ydim shu. Bir yo'l ko'rsatgan. Qanday qilsam uni ketishdan yondira olayman. Uni bilan bir so'zlashay. Yo'q qizim, undoq qilma. U dinini o'qib qolsa meni menga kechirmaydi. Hargiz dema Elif. Men bundoq yolg'iz qolamayman bodam hamma. O'qishni to'liqlash degan jo'ylaganlik. Ruxsat qil, men bir so'zlashay. Bo'lmaydi qizim, bo'lmaydi. Ozroq vaqt begin o'ylashib boqayamsa. Qachon mang'udak? Bugun kech.
Bugun kechda. Naq tug'ilgan kuniga to'g'ri keldi desa, xapjimo. Bu ahvolda at qutluqlayolmaymiz. Unda qisaq bo'lamdi. Cho'qim ati tabriklaymiz. Armining ko'ngli ichilib qoladi. Acamning ko'nglini bir tort alalama. Hem onun tug'ilgan kuni uchun jon so'nim akilamaymiz. Hammam hafta oxir emas deb belgilonmaydi. Akilimiz, Qandoqchi bundaq kesibla ayta olaysan? men hal qilaman. Menga ishongin. Xayrli sahar. Xayli sahar. Men siz bilan bir narsani deyishmoqchi edim. Qani so'zla. O'tir. Bu qamlashmagan gap. Deyishga majbur bo'lganligimdan rastlanib yoraman. Bilasiz, tunugun mashqqa qolgandim. Jami menga bo'lgan tuyg'ularni so'zlab berdi. Men bu bo'lmaydiganligini dedim. Burun bu ishni faqat bilmabdi ekanman. Ha? Menga bek ochiqladi. Men ketib ondan o'ylabdi. Haraq ichibdi. Uyga keldi. Jadal chiqadi bilamsiz. Ali bilan so'qishib ketdi. Ishlamasligim kerak. Ammo ahvolimni bilasiz. Bundaq ahvolda qandoq ishlayman? Buni bilmadim. Nim qilishimni faqat bilamadim, Mehroji xonim. To'xtab tur. Men bir so'zlashib baqay. Bo'lamdi. Ma'qul. Xayrli sahar. Xayli sahar. Mehraji, bizga azroq ruxsat bera olamsan? Ma'qul. Tünögün keç xata qildim Elif. Seni tez ahvolda qo'ydim. Meni kechirgin. Haraq ichib sana deganlarimga emas, shu qilganlarimga kechirim so'rayman. Ikki yilimiz cho'ngib qolgan odamlar. Men bir narsalarni dedim. Albatta, buningga sen qarshi tursang yo'q bo'ladi. Men odatda bir narsalarni zo'rlaydigan odam emas. Men uchun u o'ylamagan kechi bo'ldi. Meni kechiribsan, tünögünki ishlarni yuz bermagan bo'lsin. Ma'qul. Men Ali uchun kechirim so'rayman. Seni xohlamay azoblab qo'yganligim uchun kechirim so'rayman. To'g'ri, o'ylamagan bir kecha bo'ldi. Ammo men unutishga tayyor. Ma'qul amsa. Shunday kelishdik. Bo'ldi, so'zlaydiganingni bilaman. Sening to'g'ri. Ikkinchi qaytam bundaq ish yuz bermaydi. Xotirjam bo'l. Ha? Nima yani? Bu ishni tugtamsan? Boshqa qanday qilaman amsa? Kelin siqamdim. Elifga xafa bo'lmadingmi? Uni qaytarib etishimni so'raydi debdiman. Sen rad qilinishga ko'nmagan qo'tayman. Yo'q, jinim, hamma ishning o'z yo'li bor. Bu yerda xafa bo'ladigan nima bor? Ko'ngil ishlarini zo'rlig'il bo'lmaydi. Ha, nima yolg'on so'zlay? Men dastlabda anglaganda cho'ng bir jidal chiqdi deb o'ylagan edim. Sen cho'ng bo'psan. Uqmabdiman Jami. Yaraysan. Men chiqib ishimni qilay. Undaq oson qutulmaysan, Elif. Ammo vaqti kelganda cho'qim badal to'laysan. Malikam, endi men ketay, ishlarim bor. Yana kelgin Ali aka. Albatta kelaman. Neymiş bu? Nima degan mezlik biroq bu? Ish qilib attirchashmidim. Chiqaman, ishlarim bor. Men bir qancha soat Janso'ga qarab tur demoqchi edim. Nimishqa? Berib Elif bilan so'zlashiman. Shu ishni uyimizdan akirsun bo'ldi. U kunda ishigimizda. Men sirtga chiqib hozir qaytib kelaman. Qozam, sirtda azroq ishim bor. Uni tugitib kelaman. Tag'ang bilan qag'in, bo'lamdi. Tag'ang qarab tursin, ha, Qozam. Birdan qaytib kelaman. Menimi aprahamma, uyda qolmaychi. Hozir apramayman, ammo qaytib kelib bog'chaga apiraman, bo'lamdi. Qozam, bo'la.
Bek geç qanma Şevki, ha? Sening vaqt bilan nima ishing? Sen meni o'z-o'zi bekatalat ko'rib qoldingmi nima? Hamma ishga vaqiraysan. Nima bor degina? Uyda o'ltirsam zerikkan sen emasmidan? Men endi yana bir yangi ish tutish qilsam, ayolimning ko'ziga qaraymanmi endi? Uy ijaraga berishdan boshqa yana nima ish qilsam bo'ladi, ha? Bo'ldi qilsang. Men seni hayron qoldiratdim. Bo'ldi, nim bilay. Xo'sh, kechikib qolmay.